Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inini Urumchiga o'rinlashtirib, ko'z bo'yashga urinmoqda. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun yaqinqi yillardan buyon ko'plagan xalqaro yig'inlarni Sharq Turkistonda o'tkazayotgan bo'lib, Shanxay hamkorlik tashkilotining bu oydagi bir yig'inimi Sharq Turkistonga o'rinlashtirilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, Shanxay hamkorlik tashkiloti kesim qonun munbiri 25 aprel Urumchida o'tkazilgan bo'lib, mazkur munbarni Xitoy Xalqaro iqtisod sodi kesim komiteti bilan atalmish Uyg'ur avtonom rayon birlikda mas'ul bo'lib uyushtirgan. Munbarga 26 davlat va rayondan 100 ga yaqin chet ellik mehmon qatnashadigan bo'lib, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar va bir balvoq bir yo'l planidagi davlatlarning talash-tortishlarni hal qilish apparatlarining mas'ullari, sud mahkamalarining vakillari, kesim chiqarish qonun mutaxassislari qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Yig'in har qaysi davlatlarning talash-tortishlarni hal qilish jihatdagi hamkorligini kuchaytirishni maqsad qiladi ekan. Xabarda Xitoyning bu qitimqi xalqaro yig'inni Sharq Turkistonga o'rinlashtirishdagi g'arzi oshkorlangan bo'lib, yig'inga qatnashgan bir qism chet ellik mehmonlar uchun Sharq Turkistonda yarim kun atalmish tekshirish faoliyati o'rinlashtirilganligi bildirilgan. Aloqador amaldorlar bu qitimliq munbarning yana atalmish Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlashga kuch qo'shadiganligini, xalqarodagi obrazini o'stirishga to'kib qo'shadiganligini da'vo qilgan bo'lib, Xitoyning bu xalqaro yig'in orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash, soxta tashviqotini bozorga selish maqsadiga yetmoqchi bo'lganligini aniq ko'rsatib bergan. Xitoy bultur 7-oyda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo barliq davlatlarning qatnashishi bilan Sharq Turkistonda askar va soqchi qismlari qatnashgan atalmish terrorlikqa qarshi turish birlashma manevri o'tkazgan edi. Irqiy qirg'inchilikni kuchaytirish uchun Sharq Turkistonda maxsus institut qurildi. Xitoyning barliq so'z harakatlari Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning davomlashadiganligiga ishorat qilayotgan bo'lib, Xitoyning Dangliq universitetining Sharq Turkistonda atalmish Xinjiangni idora qilish instituti qurishi diqqat qo'zg'adi. Atalmish Xinjiang radio televiziya stansiyasining xabarida bildirilishicha, Xitoy siyosiy qonun universiteti bilan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat 21 aprel atalmish Xinjiang soqchi instituti tarbiyalash markazida strategik hamkorlik kelishimi imzolagan bo'lib, Xitoy siyosiy qonun universitetiga qarashli atalmish Xinjiangni qonun bilan idora qilish institutining yupiqi ochilgan. Murosimga Ma Xingrui, Chen Mingu, Erkin Tunyaz qatorliq Xitoy amaldorlari va qo'rchoq amaldorlar qatnashgan bo'lib, Ma Xingrui Sharq Turkistonda ijtimoiy muqimlik, uzoq muddatli tinchlik va muqimlikni ilgari surishga texmi zo'r kuch qo'shish kerakligi haqida jar solgan. Xabarda mazkur kelishimga asosan atalmish Uyg'ur avtonom rayoni bilan Xitoy siyosiy qonun universitetining turli sohalarda hamkorlik o'rnatib, Xitoyning Sharq Turkistonni boshqarish strategiyasini to'liq yo'lga qo'yishni ilgari suradiganligi, Xitoy siyosiy qonun universitetining Xitoyning Sharq Turkistonni boshqarishiga aktiv qatnashadiganligi qayd qilingan. Xabarda mazkur institutning Xitoyning strategiyalari uchun mulozimat qiladiganligi ta'kidlangan bo'lib, aql ambari sifatida mavjud bo'ladigan bu institutning Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonni texmi qattiq kontrol qilish, butunlay xitoylashtirish, irqiy qirg'inchilikni kuchaytirish jinoyatlarini tadqiqot kuchi bilan ta'minlaydiganligini ko'rib olish tas emas ekan. Chilida Xitoy mablag' solgan elektr stansiyasi hujumga uchradi. Chilida bir turkum qurolli kishilar 21 aprel Xitoy mablag' solgan navbatda qurilish bosqichida turayotgan bir suv elektr stansiyasiga besib kirib, necha o'nlagan yuk mashinasi va ig'ir tipdagi uskunalarga o't qo'yayotgan. Fransiya agentligining xabariga asoslanganda, Chilidagi Rugalho suv elektr stansiyasining qurilishiga taxminan 350 million dollar mablag' so'lingan bo'lib, Xitoy xalqaro suv va elektr shirkati qaramog'idagi Rugalho energiya cheklik shirkati qurilishga mas'ul ekan. Yerlik soqchi doiralarining bildirishicha, qurolli kishilar zavodga tuyuqsiz besib kirib, qo'g'dug'uchilarga tahdid solgan. Ondan zavoddagi barliq uskunalarga o't qo'yayotgan. Bu jarayonda 45 yuk mashinasi va ig'ir tipdagi uskunadan 5i ko'ydirib o'tilgan. Mazkur elektr stansiya Chilining asosliq daryolarining biri bo'lgan Biobío daryosi bo'yiga joylashgan ekan.
yerlik xalq bu qurilishning muhitga ig'ir ziyon yetkazadiganligini ta'kidlab izchil qarshi turib kelgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi tunugun bu haqdagi savolga javob berib, bu hujumni qattiq ayblaydiganligini, Xitoyning Chilidan Xitoy mablag' solgan qurilish turlari va aloqador xodimlarning bexatarligiga kafolatlik qilish uchun tadbir qo'llanishni talab qilganligini da'vo qildi. Yillardan buyon Xitoyning boshqa davlatlardagi ko'plagan qurilish turlari izchil turda norozilik qo'zg'ab kelgan bo'lib, boyliqlarni talon-taroj qilish, muhit bulg'ash, yerlik aholining hayotini qalaymaqon qilish, yerliklarning o'rniga Xitoy ishchilarini ishlatish qatorliq qilmishlari kuchlik noroziliklarga, hatto qurolliq hujum, to'qinishlarga sabab bo'lmoqda. Davlatlarning Amerika bilan suhbatlashishga oldirishi Xitoyni bearam qilmoqda. Amerika hukumatining barliq davlatlarga o'xshamagan nisbatda boj qo'yishi dunyo iqtisodiga davolg'ish elib kelgan bo'lib, ko'plagan davlatlar bu masalani Amerika bilan suhbatlashish orqali hal qilishga oldirgan. Bu ahvol Xitoyni bearam qilishga boshlagan. Valkochisi gazetining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Trump hukumati navbatda 70 necha davlat bilan tamojna beji haqida suhbatlashishni planlayotgan bo'lib, bu fursatdan foydalanib har qaysi davlatlardan Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasiga chek qo'yishni talab qiladi ekan. Xitoy Savdo ministrligi 21-aprildagi bayonotida buningga ishorat qilib, har qanday bir tarafning Xitoyning manfaatini qurbon qilish badaliga kelishim hosil qilishiga qarshi turadiganligi, agar shunday ahvol ko'rilsa, Xitoyning hargiz qabul qilmaydiganligi, zarur tadbir qo'llanadiganligi haqida joriy solgan. Xitoy Amerikaning tadbirlariga qarshi boshqa davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirishga, besimni azaytishga oldirgan bo'lib, Shi Jinping oldingi kunlarda Vyetnam, Malayziya va Kambodjani ziyorat qilgan. Gerçi mazkur 3 davlat Shi Jinpingni alohida kutib olgan bo'lsa-mu, Vyetnam yanada Amerika bilan suhbatlashishga, bu orqali tamojna beji kechirimiga erishishga qattiq tayyorlik qilmoqda ekan. Trump hukumati Vyetnamga 46%lik yuqori boj qo'ygan bo'lib, navbatda Vyetnammo Xitoydan boshqa davlatlarga o'xshash 90 kungacha faqat 10%lik boj topshirdi ekan. Xabarda ilgari surilishicha, navbatda bir qism davlatlarning, xususan Xitoyga qo'shni davlatlarning Amerika bilan o'tkazgan suhbatida ilgirlash ko'rilayotgan bo'lib, bu xil vaziyat Xitoyni bearam qilmoqda ekan. Isroiliya o'qituvchilari Netanyahuni davlat xavfsizligiga tahdid deb atadi. İsrailiya istixbarat organi Shinbatning boshlig'i Ronen Bar Netanyahuning o'zini vazifadan elib tashlashga urinayotganligi to'g'risida Oliy sudga maktub yo'llagandan keyin Isroiliya o'qituvchilari bosh ministr Benyamin Netanyahuni davlat xavfsizligimizga tahdid deb atadi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Ronen Bar Netanyahuning o'ziga asosiy qonun kiritisi yuz berganda Oliy sudga emas, bosh ministrga itoat qilishi kerakligini buyurganligini va Shinbatning hukumatga qarshi namoyishchilarga qarshi ishlatilishini, jumladan namoyishchilar va ularni moliya bilan ta'minlagan kishilarning kimlik uchurlarini talab qilganligini oshkorlagan. Netanyahuning ishxonasi bo'lsa bayonot e'lon qilib, uning so'zlarini inkor qilgan. O'qituvchilar rahbarlari qisqa bayonot e'lon qilib, Ronen Barning maktubidagi bayonlarga asosan Netanyahuning pozitsiyasini ayblab, bu ahvolning Isroiliyaning kelajagi va mavjudligini xavfga ihtiradiganligini, davlat xavfsizligiga ziyon yetkazadiganligini ta'kidlashgan. Isroiliya hukumati bu yil 20 mart Shinbatning boshlig'i Ronen Barning vazifasidan elib tashlanishini tasdiqlagan va bu qarorni 10-aprelda ijro qilishni planlagan edi. Ammo Oliy sud o'qituvchilar tomonidan sunilgan iltimoslarni ko'zdan kechirish tamomlanguncha hukumatning Ronen Barni vazifasidan elib tashlash qarorini to'nglatib qo'ygan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.